Savchung o'lib ketgandan keyin Simay nimishqa uning qabrisini 3 yil saqlashda ching turib oladi? Buning zodi qanday sabab bor? Buningda ikki sabab bor. Bu ikkinchisi bak muhim. Yurak berib, alt raqamni yo'llab saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Ushbatchilikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Savchung Savsonning aqlli o'g'li. Savchung o'lib ketgandan keyin Simay uning ustoz bo'lish sifati bilan uning qabrisini 3 yil saqlashga va'da berib, Savsonning yenidan ayrildi. Undaq bo'lsa, Simay nimish bunday qildi? Buning birinchi sababi u Savsonning yenidan yiroqroq ketmoqchi. Nimishqa? Chunki Savso aslida Simaydan gumonlandi. Uning iqtidorli ekanligi, ammo ishonchsiz ekanligini biladi. Shu uni muhim o'rin qo'ymay, o'zining o'g'lini tarbiyalaydigan bir ustoz sifatida shu apirib qo'ygan. Ammo Savchung o'lib ketdi. Simayning o'rni bekor qoldi. Endi buni qanday qilish kerak? Bir yoq qo'yish kerakmi yoki buni ishlatmaslik kerakmi? Dal shu vaqtda Simay buni sizib qilib, o'zi aktivlik bilan qabrini biqish, ya'ni Savchungningki qabrisini 3 yil yo'qlash sababini o'ttirib qo'yib, Savsoni bu qiyin ahvoldan qutqizib qo'ydi va o'zini Savsoningki ko'zidan asta-asta yiroqlashib boshladi. Ikkinchi sabab bo'lsa, dal shu Savchung, ya'ni Savsoningki o'g'lininki qabrisini 3 yil saqlash orqali bu Savsoningki ishonchisiga erishmoqchi. Ya'ni asldagi gumonlarni asta-asta xunuklashtirib, o'zininki ashunday sodiq ekanligini ham shu amroq o'g'ilga noit, amroq kuyinadigan bir kishi ekanligini uni isbotlab bermoqchi. Agar sizning bu gaplarim qo'shilsangiz, astagi inkaslarga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texnik ko'p uch parchalikdagi korxona boshqarish, xodim boshqarish, jamoatchilik san'atiga oid yurishlik 5 qismlik darsni olmoqchi bo'lsangiz, ayrim xodim uchun qiling, men maxsus dars so'zlagan to'pga sizni qo'shib qo'yaman.